Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mana bugun sarmoyasiz pul ishlashda Tron King saytidan kichkina strategiyani ko'rsatib o'taman. Roletkadan kichkina strategiya bilan hisobni ko'tarishga harakat qilamiz. Bu strategiyamiz 3 ta kolonkadan ikkitasi tanlanadi. Mana yutdik. Har yutganda bitta yangilanib olinadi. Menda antennagetdek seviyasi silabroq. Yana ikkita kolonkani tanlab olamiz. Mana yana yutdik, yana yangilab olamiz. Mana yana yutdik, yana yangilab olamiz. Mana yutqazdik. Yutqazganimizda bu safar 3tadan ya'ni 3000 dan tikamiz. Qayerda yutuqqa ilashsak ham ming foyda qolish kerak. Mana yutdik bu safar ham. Endi mana bu ikkita kichkina raqam tushganligi uchun hozir biz bu ikkita katta, ya'ni 13 dan 36 gacha bo'lgan raqamlarga tikamiz. Mana tushdi. Mana shu joyda yana bir narsani ko'rsatib ketay. Mana 6 bilan 36 bitta kolonkada arqa tushganligi uchun keyingi kolonkaga tikamiz. Mana yana yutdik. Endi bitta yangilab olsak bo'ladi. Mana shu kichik hisobchalar bilan hisobni ko'tarib olsak, o'rganimiz ham oshib boradi. Mana yutqazdik. Endi 3000. Mana yana yutqazdik. Endi 6000 dan qo'shamiz. 9000 dan yani. Qaysi joyga kelib yutsak ham ming foyda qolish kerak. Mana 16 tushdi, yutdik. Endi mana bu 3 ta qizil rang tushganligi uchun biz qoraga tikib olamiz bittagina. Uncha katta tikishlaringizni maslahat bermayman. Dagon bo'lib arqa yutqazishlarga tayyor turish kerak baribir. Yutqazishlar ham bo'ladi g'alabalar orqasidan. Mana ketma-ketlik hozir 5 ta qizil tushdi. Hozir endi buni 2x oshiramiz, ya'ni 4 ta. Mana qora tushdi, biz yutdik.
Endi bitta yangilab olsak bo'ladi. Mana yana bir boshdan boshlaymiz. Mana yutdik, yangilaymiz. Mana shu tip kichik hisoblar bilan ham urvenimizni ko'taramiz, ham hisobimizni oshirib olsak bo'ladi. Mana yana yutdik, yana yangilaymiz. Постоянно shu o'rtani tikkanimning sababi o'rta bu ikki chekkaga qaraganda ko'proq tushadi-da. Shuning uchun постоянно o'rta kolonkani tanlayapman. Mana yana yutdik, yana yangilaymiz. Endi qarangizlar, 3 marta ketma-ket bunaqa eniga bu 13 dan 24 gacha bo'lgan raqamlar tushganligi sababli bu katta va kichik kolonkalarni tanlab olamiz. Mana yutdik biz. 28 tushdi. Yana yangilab olamiz. Yana davom ettiramiz. Boshidan. Mana yutqazdik. 3000 dan. Mana yutdik. Mana o'rta kolonkadan tushganligi sababli yangilamasdan turib mayda va katta kolonkalarni tanlab olamiz yana. Mana yana yutdik. Endi yangilasak bo'ladi. Yana boshidan boshlaymiz. Mana yana yutdik, yana yangilaymiz. Eng ko'pi bilan ketma-ketlikda 6 ta yutqazish bo'lgan. Eng ko'pi 6 ta yutqazish bo'lgan. Siz 7 ta yutqazishga mo'ljallab olsangiz, 7 ta tikishga mo'ljallab olsangiz, 6 ta yutqazishdan keyin bitta yutuq bo'ladi обязательно. Mana yana yutdik, yangilaymiz. Yutdik, yangilaymiz. Yutdik, yangilaymiz. Yutdik, yana yangilaymiz. Faqat katta raqamlar tushganligi sababli bu safar biridan 24 gacha bo'lgan. Ya'ni bu kichik kolonkalarda ikkitasini tanlaylik. Mana yana katta tushib qoldi. 3000 dan qo'yamiz. Mana yutdik, yangilab olamiz. Mana shu deb davom etib borasizlar. Mana hozirda o'ziga o'zi adashmaydigan bo'lsam 10 dan ziyod yutib qo'ydik. Mana yana yutdik. Avvalgi videomda
DG o'yinida, Dice o'yinida katta x'larni ushlashni ko'rsatib o'tganman. Kirib bemalol ko'rib o'rgansalaringiz bo'ladi. Ma'qul kelsa tiksalaringiz bo'ladi. Shu tarzda o'ynab boramiz. Mana eshitib urvenni ham ko'tarib olsalaringiz bo'ladi. Mana ikkita o'rtaniga tushganligi sababli 13 dan 24 gacha bo'lgani sababli bu safar yangilamaymiz dagin. Kichik kolonka bilan kattasiga tikamiz har doimgidek. Mana ko'rib turganingizdek yaxshi ketyapti, yangilab olamiz. Mana shu deb davom etib o'ynaysizlar. Xo'p, hammalaringizga omad. Ishlaringizda rivojini bersin. Sog' bo'lingizlar, yaxshi qolingizlar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Jonlaringiz sog' bo'lsin.